Şinjan'da turuşluq Xalq Azadlıq Armiyası və Qurallı Saqçı qism ofiseri əskərləri partiya və xalq bəgən vətənnin bexəterligini qoğdab, ictimai muqimlikni saqlashdan iborat muqaddas burchini sodiqlik bilan ado qilib, vatan ziminining mukammalligi, ijtimoiy siyosiy muqimligini qo'lladi. Shundaqla Şinjanning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga bexatar, muqim, yaxshi sharoit hozirlab berdi. Her qitim afat yuz berganda har qaysi qismlar tunji bo'lib otlanib, davlatning mol-mulkini qutuldirib oldi. Xalqning hayotiy bexatarligini qo'g'didi. Na eng xatarlik, na eng ehtiyojli bo'lsa, Azodlik armiya va qurolli saqchi qism ofiseri askarlari shu yerga yetib bordi. Kən komandir jangchilar eng xatarlik paytlarda xatardan, qon oqqizishdan qo'rqmay, sonsizligan ta'sirlik hikoyalarni qoldirdi. Qurolli qism ofitser askarligi Vatanning g'arbiy chegara rayonida xotirjam, xo'shal-xo'ram turmush kechirayotgan har millat xalqi farzand askarlarning chegarini qo'g'dash, xalqqa baxt yoritishdak ulug' tuhfatlarni cho'nqur his qilishdi. Ular Azodlik armiyani, kompartiyani to'lib toshgan qizg'inligi bilan madhiyaladi. 72 yoshlik dehqon Qodiraxon Şinjan Kucha noyisi Og'i yezisi Langar kentidan. U yezib qoldirgan 1026 parcha kundalik xotirani kishilar Azodlik armiyaning xalqni so'yish xotirasi deb atashadi. U 1967-yildan boshlab xotir yezishni davomlashtirib kelgan. Bu yerda Xanzochini menli bilaman. Boshqalar bilmaydi. Azodlik armiya bizga shuncha ko'p ishlarni qilib berdi. Men bu ishlarni birma-bir xotirlab qo'ydim. Şu yılı qishda qattiq soğuq so'ngakdan o'tadi. Azodlik armiya jangchilari 3 mashina ko'mir akilib qattiq so'g'uqda qolgan dehqonlarning jiddiy qiyinchiligini hal qilib berdi. Qodiraxon hayajonlanib, bu ishni xotir daftariga yozib qo'ydi. Ya'ni shu yozg'inicha 39 yil yozdi. Bu 39 yilda qismdagi askarlar natjirat almashdi. Ammo ular Langar kentidagi dehqonlarga yaxshi ish qilib berishni azaldan to'xtatib qo'ymadi. 1026 parcha xotiriga Langar kentidagi har bir 10 to'lg'usiz ishlar xotirlangan. Uningda kompartiya yaxshi, Azodlik armiya suyimlik degan bosh temi ifodalangan. Şinjanning muqimligi, Şinjanni ichish, gullantirish musobaqasida Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintani g'oyat zo'r to'plarni qo'shdi. 50 necha yilda necha avlod bintvanliklar Xalq Azodlik armiyasining sharaflik an'anasiga varislik qilib va uni joriy qildirib, chegara rayonda bo'z yer o'zlashtirdi. Öz kuchiga tayanib, jafoga chidab egilik tiklab, Tangirtig'ining janubiy va shimolidagi bepoyon qaqasliqlarda hayotiy kuchi urg'ib turgan bo'stonliqlarni barpo qildi. Nurg'un zavod va shaharlarni barpo qilib, kishini hayron qoldiradigan mo'jizalarni yaratdi. Şinjandagi har millat xalqi zulmat ichidan yo'riqlikqa, nomrodlikdan baxtiyor turmushgacha bo'lgan bu tarixiy musofada Jungo kompartiyasining har millat Şinjan xalqiga baxt, saodat ato qila oladiganligi, Şinjanni taraqqiy qilish, gullanish yo'liga boshlay oladiganligini cho'nqur his qildi. Xo'sh noyisidagi 66 yoshlik chorvachi Yasin To'xti bir umr poda beqib tirikchilik qilgan. Uning uyi bilan Qo'tonning orliqi 7 kilometr bo'lib, bu yo'lni u 2 soatdan ortiq vaqtda bosadi. U necha oy ilgari Qizil bayroq markalik pikapdan birini setib oldi. Hozir u uydan Qo'tonga bir necha minutda yetib boradigan bo'ldi. Burun eshak karvonmi yo'qdi? Hozir Qizil bayroq markalik pikapim bor. Yo'lmi yaxshi? Soatiga 200 necha kilometr yo'l yurgil bo'ladi. Bu yerdan Urumchiga 3 soatda yetib bora olayman. Şu bardağınga, Beijing'e bardağınga ben şunu nayette özü nim qilib, arzulab, burun özü bizninki Şinjan azat olgandan keyin bu qurban pulum Beijing'e berip, mavjuşunu kürmen deb, işeh bilen mavjuşunu kürashga özü yolga chiqib, mavjuşunu berip kürüp kelgan. Men endi onun yağı bizninki ommaninki turmushningki qanchalik yaxshi bo'lganligini bildirish uchun o'chaqda eshak mingan, hamda bizningki
Ali derecelik maşinada oturup Beijing'e berip rehberligi rahmini etip rehberligi minnatdor bildirishga men Beijing'e bardığanga menda kızgınlık. 50 yılının aldıda Kurban Tulum eşekке minip Beijing'e berip Mavjushi bilan ko'rishmoqchi bo'lgan. 50 yıldan keyin Yasin To'xta Qizil Bayroq markalik pikapni haydab Beijing'e berip bosh shoji Hu Jintao bilan ko'rishmoqchi bo'lgan. Ularning arzusi o'xshash. O'xshamaydigini bu ikki buvayning birisi Beijing'e eshak minib bormoqchi bo'lgan bo'lsa, yana biri pikap bilan bormoqchi. Mana bu g'oyat zo'r o'zgarish 50 necha yilda Xinjiangdagi har millat xalqining partiya va davlat rahbarlarini nima uchun shuncha hurmatlab kelayotganligini tushundirdi. Davlat Xinjiangdagi har millat xalqining ishlab chiqarish, turmush sharoitini yaxshilash, ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotini teziltib, ommani betish uchun uzun yillardan beri ko'p mablag' soldi. Yangi Jongo qurilgandan keyin Xinjiangda muqim mulkka oz kam 900 milliard yuan mablag' selindi. Bu mablag'ning yarmini davlat markaz moliyasidan chiqargan. Partiya Markaziy komiteti Go'yanning g'amxo'rligi, qo'llashi, butun mamlakatdagi har millat xalqining yor yo'lak bo'lishi ostida Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotida kishini hayron qoldiradigan natijalar qo'lga keltirildi. ...2004-yili Xinjiangning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 220 milliard 15 million yuanga yetib, 1955-yildagining 57%siga to'g'ri keldi. Yerlik moliya kirimi 1955-yildagining 85,5%siga to'g'ri keldi. Asosliq sanoat, yezigilik mahsulotlarining miqdori 1955-yildagiga selishtirganda necha 10%, necha 100%lab oshdi. 50 yilda jamiyatning muqim mulkka solgan mablag'i oz kam 800 milliard yuanga yetdi. İşlab chiqarishga kirishtirilgan tur 90 mingdan oshdi. Bo'libmi, g'arbni keng ko'lamda etish yo'li qo'yilgandan buyon jiroq kelgusiga munosabatlik nurg'unlagan muhim turlar oqoqidan tutib ishga kirishtirilib, iqtisodiy taraqqiyotning kuchi ko'rinarli kuchaydi. 2004-yili shahar aholilarining kishi beshiga to'g'ri kelgan o'rtacha kirimi 7503 yuanga, dehqonlarning o'rtacha hisob kirimi 2245 yuanga, shahar yezi aholilarining o'rtacha pul omonat eshinchi sommasi 7817 yuanga yetdi. Televizor, to'nglatqu qatorliq asosliq oila elektr saymonlari asosan umumlashdi. Xalqning turmushida umumiy jihatdan qo'sig'i to'q kiyim butun bo'lishdan holliq saviyagacha bo'lgan tarixiy xarakterlik o'sish ishga oshirildi. Xalqning turmush saviyasi ro'shan o'sdi. Hamma joy qaynon tashqinliq, xo'shal kayfiyatga cho'mdi. Tabiat Xinjiangga sehiy qo'lini kengir sungan. Jongoda 68 xil sayohat boyligi turi bor. Bularning 56 xili Xinjiangda. Ya'ni kelib nurg'unlari Jongo bo'yicha eng va Jongoda birdan bir hisoblanadi. Eng dastlabda 88 amerikalik sayohatchi kutib olinib, 46 ming dollar kirim qilishdan boshlangan Xinjiangning sayohatchilik kasbi hozir taraqqiy qilib Xinjiangdagi eng gullangan to'rik kasb va boshlamchi kasb bo'lib qoldi. Sayohatchilik kirimining eshishi, ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati va yerlik moliya kirimining yillik o'rtacha ish sur'atini eshib ketdi. Sayohatchilikda tashqi perevod yaratish Xinjiangning savdodan boshqa kasbda tashqi perevod yaratishdagi asosliq manbasi bo'lib qoldi. 62 yoshlik Abo Bakri Buvay Qashqardagi dangliq chalg'u asbob yasash ustasi. Uyg'urlarning chalg'u asboblarini yasash uning oti miros kasbi. Bir ömür chalg'u asboblari yasab kelgan bu Buvay kunlarning birida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan xaridorlarni kutib olganligi, uning ustiga o'zi yasagan bu kichik chalg'u asboblarining Xinjiangga vakolatan dunyoga tarqaldiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Amaliyotda Qashqa buningdan 2000 necha yil ilgirla O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyo va Yevropa bilan tutishadigan muhim yo'l bo'lib,
Jungo va chet ellik savdogarlar to'plashadigan Sharq va G'arb madaniyati o'zaro uchrashadigan joy edi. Ipak yo'lining Jungodagi bo'likining eng g'arbiy bo'ligi bo'lgan Xinjiang Osiyo Yevropa cho'ng quruqligini tutashtirib turadigan muhim o'tan. Shundaqla elimizda hammadan burun sirtqa echib etilgan yig'iz edi. Ming sulolasi davrida dengiz qatnashi ichilgandan keyin qadimiy Ipak yo'li cho'l bayovon va qum barxanlari ostiga ko'milib tarixga aylanib qolgan edi. 50 necha yilning oldida Xinjiangda birmo asfalt yo'l, bir g'erishmo temir yo'l yo'q edi. Kishilar yo'l qatnashida asosan uloqqa tayinatdi. 50 yildan keyingi bugungi kunda Jungo g'arbiy qismining qatnash taraqqiyotidagi rivoyat reallikka aylandi. Xinjiangga birinchi qatim kelishingizmi? Men Xinjiangda cho'ng bo'lgan, keyin janubga ketgan. Siz Xinjiangdan qachon ketgan? 84-yili. Shundan keyin kelib baxmadingizmi? Qaytib kelib baxmagan. Undaqda bu qatim 84-yildan burunga qaraganda qanday o'zgarishlar bo'lganligini his qildingiz? O'zgarish bek cho'ng ekan. Biz burun Maralbeshda turatdik. O chaqlarda bu yerdan avtomobilga o'tirib, Daxiyanz vokzaliga kelish uchun 3 kun 4 kecha ketadi. Avtomobilning o'tirchi sur'ati 60 kilometrdan oshmaydi. Hozir avtomobillar bek esilgan, yo'lni yaxshilanibdi. Xinjiangda o'zgarish haqiqatan bek cho'ng ekan. Hozir ishga kirishtirilgan temir yo'l musofasi 2998,5 kilometr. Taş yo'l musofasi 1955-yildagi 8820 kilometrdan hozirgi 86500 kilometrga yetdi. Xinjiang aviatsiyasi hozir Urumchini markaz qilib, davlat ichi va sirtidagi 65 cho'ng o'ttir shahar hamda avtonom rayon ichidagi 12 viloyat oblast shaharni tutashtiradigan havo qatnash to'rini shakllantirib, elimizdagi aerodromi eng ko'p, aviatsiya liniyasi eng uzun o'lka avtonom rayonlarning biri bo'lib qoldi. Pochta telegraf aloqasida butun Xinjiangni qoplagan Nurkabil g'ol liniyasi qurilib, zamonaviy aloqalashish sistemasi dastlabki qadamda shakllandi. Taraf-tarafga tutashgan tosh yo'l, temir yo'l, aviatsiya, aloqalashish o'zaro giralashib, hozirgi zamonaviy yangi Ipak yo'li zamon va makondan halqib, Xinjiang bilan vatanning ichki joylari va dunyoni tutashtirdi. Oliy maktabda o'qiyotgan chig'imda Qashqardan Urumchiga yuk mashinasida o'ltirib 7 kunda kelatdim. Hozir aeroplan bilan 1,5 soatda, poyezd bilan 23 soatda, avtomobil bilan 2 kunda yetib kelgili bo'ladi. Uning ustiga yo'lmi, avtomobilmi nihoyat qulaylik, bek yaxshi. Qatnash ishlarida olamshumul o'zgarish bo'ldi. Biz qatnash ishlarining taraqqiyotini davomli kuchaytiramiz. Chunki qatnashni oldin taraqqiy qildirganda iqtisodni muqim, tez, sijil taraqqiy qildirishga puxta asos sog'il bo'ladi. Hozir Xinjiang dunyodagi 100 necha davlat va rayon bilan iqtisod savdo munosabati o'rnatdi. Sirtqa yechib etilgan 1-darajalik eg'izdan 17si, 2-darajalik eg'izdan 10i bor. 2004-yili avtonom rayon bo'yicha tamomlangan import-eksport umumiy summasi 5 milliard 636 million dollarga yetib, 78-yildagidan 239 assa oshdi. Biz Leningrad, Moskva, Ozarbayjon, Gruziya qatorliq joylardan kelgan. Osiyo va Yevropadan kelgan savdogarlarning hammasi chegara rayon mehmonxonasidan nihoyat rozi. Biz bu yerning mulozimatidan rozi. Bu yerda hech qanday masala yo'q. Jungo xalqi bizga nihoyat yaxshi muomala qiladi. Hozir bizning savdomiz bag'ansa ro'naq tepib Biz bu yerning mollarini o'z davlatimizga olib Jungo bilan Rossiya o'rtasida ko'riklik rol o'ynaymiz. Jungo bilan Ozarbayjonning sharoiti pek yaxshi. Shunga biz nihoyat yaxshi hamkorlashyapmiz. O'zimizning tirishchanlik orqali texnik ko'p uchurga erishib, savdomizni jonlantiramiz. O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Sharqiy Yevropa bozorlariga yuzlangan Xinjiangning o'zgacha boylik afzalligi, rayon afzalligi, yer afzalligi Xinjiangga kun sayin gullab yashnayotgan mablag' selish qizg'inligi etgandi. 50 yilda Xinjiangning yezigiligida parlaq natijalar qo'lga keltirildi. 1984-yili Xinjiangda norma ochliqni sirtdan setib olib yeyish tarixiy xotim berilib, uzun muddat ochliq qis bo'lishdan ta'minlash bilan ehtiyoj asosan tanglishish, yilma-yil eshishdek tarixiy xarakterlik o'zgarish amalga oshirildi. Yaqinqi 10 yilda Xinjiangda ochliq umum mahsulot miqdorining 8 million tonnadan eshishiga kafolat qilinadi.
kishi beshiga to'g'ri kelgan ochliq 450 kilogramdan oshdi. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni mo'l suv, issiqlik, qazilma boyligiga tayinib, boylik afzalligini iqtisodiy afzallikka aylantirish strategiyasini yo'l qo'ydi. Boylikni ich salmog'ini zo'raytdi. Dehqon chorvachilarning kirimini oshirishni ko'rgan holda yez egiligining joylashishini a'lolashtirdi. Xos yez egiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. 2004-yili paxta mahsuloti 1,750,000 tonnaga yetib, butun mamlakat umum mahsulot miqdorining 3/1 qismini egalladi. Qulmoq mahsulot miqdori butun mamlakat umum mahsulot miqdorining 70%ni, sho'xli qiyomi eksport miqdori xalqaro savdo miqdorining 4/1 qismini egalladi. Xos bog'vanchilikning tez, zamonaviy chorvachilikning muqim taraqqiy qilishi dehqonlarning kirimini oshirishning muhim ish nuqtasi bo'lib qoldi. Hozir Şinjan mamlakatimizdagi eng cho'ng tovar paxta, qulmoq, sho'xli qiyomi ishlab chiqarish bazasi va mamlakat bo'yicha muhim chorvachilik mahsulotlari, qizilcha shakari ishlab chiqarish bazasiga aylandi. Burun yezigilikini taraqqiy qildirish, qo'saq to'yg'izish uchun edi. 50 yildan keyingi bugungi kunda Şinjan yezigiligi orqali 5 yo'liga mangdi. Mamlakat bo'yicha kevaz eng ko'p terildigan Janubiy Şinjandagi Lopnar noyisida dehqonlarning o'ttirt hisob kirimining 95%i paxtadan kirdi. 2004-yili nahiyimizda dehqonlarning kishi beshiga to'g'ri kelgan o'ttirt hisob kirimi 4132 yuan bo'lib,